hürmetlik radyo anlıqıcılar. Adabiy anlatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Xevir To'mirning Shinjang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Molla Zaydin haqida qissa nomli tarixiy romanini anglatishni boshlaymiz. Uni bek paramchi deydi. Uningda gap degan tayyor turdi ekan. Anglasam, vanglar bilan qattiq tutishdi ekan. Molla Zaydin degan qonchilik bir nima ekan? Bizning Qashqada nini no'chlaba. Men degan tog' odami bog'langanning qo'lini yashgan, bo'rining quliqini, tulkining quyruqini kesgan, bey desang beydak, shoh desang shohdak, erkin ozoda o'tgan odamman. Lekin Molla Zaydin degan yenib ketdidak. Endi uni Beyjingga minibdi deydi. Beyjing degan biz boradigan joy. U yalang to'shga nima qo'ydi endi? Seni qo'ymi seg'indiq. Sen kiribida ko'nglimizmi tutun bo'lib qoldi. Men aslida duogo'y emasman. Avliyomu emasman. Mushunda bir jahon kezguchi. Uydan chiqqan bojgar uchqandek yetib kelib, "Savdogar nima badi? Hech nima bagini yo'q, hech nima bamidi. Mundaq qila. Qo'yningdagini ko'rib boqay." Shunda qilib biri o'zini qochirdi. Yana birining gumoni texmi kuchayib qirishdi. Bu ikkisi janjallashib turganning ustiga uchinchi birimi uydan chiqib jadalga aralashdi. Uch bojgar bir-biriga kuch ishlatib, birinchi bojgarning qo'ynidagi narsani talashdi. Bular bir-birini yerga besishdi, pomdaqlashib chelishdi. Latiga o'ralgan yambu oxir uning qo'ynidan chiqib, heli uning, heli buning qo'liga o'tib talash ichida qoldi. Bular bir-birini mushlashdi, to'pig'i besishdi, tumshiqlari qon bo'ldi. Shu asnoda yambu o'ralgan mata cho'lib, mushtumdek qora tosh o'ttirg'i chiqdi. Bojgarlar hayron bo'lib inchikilab qarashdi. Oxiri uchilisi tangla uyga kirib, chiroq yo'riqida tekshirib, uning haqiqatan bir parcha tosh ekanligini ko'rgandan keyin ro'jakdan sirtqa tashlavatdi. Ular gapsiz qilishmasdan og'zi burnidagi qonlarni, yuz ko'zidagi to'p-to'zani tozalab, demi ichiga tushgan holda "Xumsi, bizni qalt burdi qipti." Kuchaning shu davrdagi shahar mudofaasi mundaq edi. Saqsoq, suv qovuqi, rasta, paxta bozori, ko'kchi mahallasi qatorliq cho'ng ko'cha eg'izlarida cho'ng chaqsa. Ko'rikning ikki beqinidagi tar ko'chalarga kichik chaqsa o'rnatilgan bo'lib, yomuldan ikki jinga dumbaq chelingan yoki zambirak etilgandan keyin shahar chaqslari etilib yo'g'on qulub selinadi. Shuningdan keyin shahar ko'chalarining huquqiy jisakchi, taktakchilarning qo'liga o'tadi. Har qanday kishi uchrasa shular so'roq qiladi. Yomul va harbiy gazarma bo'lsa shahar ichida edi. Molla Zaydin bojgarlardan ajrab to'p-to'g'ri cho'ng ko'cha bilan ko'rikning beqiniga keldi. Ro'zixon bilan g'ulam ikkisi ko'rikdagi namozjon bozorida samsiyab, do'g'ab ichib o'ltirgan ekan. Bular shu yerda tepishdi. Molla Zaydin otdan tushib, issiq samsiyab ikki hijr do'g'ab ichdi. Ondan ular maslahatlashib, qaymoq bozor bilan ostinqi soy bo'yidagi saroylardan biriga ketdi. Atsi juma kuni edi. Molla Zaydin soy bo'yidagi saroydan chiqdi. Soyning ichi yuzlagan o'tin harvalari bilan to'lgan edi. Nima degan to'la harva, nima degan to'la o'tin davatda u ichida. Harvalarga so'ksuk, qaqshal, to'g'raq, yulg'un o'tinlarning ustilik bilan besilganligiga qarab hayron bo'ldi. Shahar cho'ng bo'lg'achqa, har juma kuni necha yuz harva o'tin setilib tugaydiganligini tushunmagan odam o'tinlarning ko'pligiga qarab qolib tugatkili bo'lamdi deydi. Kuchada har juma kuni bozor bo'ladi. Kuchaliklar juma bozorini ozni bozor deb ataydi. Ostinqi sayda o'tin bozori, ustunki sayda to'xu, o'rdak, kaptar, tuxum, to'zg'oq bozori bo'ladi. Uningdan sal yuqorida sho'rxona bor edi. Uning beqinidagi sayda ot, kala, qo'y bozori bo'ladi. Mo'ng'ullar yulduzdan yuzlab ot, kala, qo'y haydab kelib, kucha bozorida sotadi.
cho'ng rastada gazmol, mota chekman do'konlari joylashgan. Ko'chaning ichki qosniqida har xil yoymichilar, dori purushlar o'rin oladi. Bulun puchqoqlarda samsixona, navoiyxona, to'g'abchi, kavobchi va beliq pishirib sotquchilar. Seriq polu, seriq lag'man sotquchilar bekmi to'li edi. Paxta bozorida boshdan oyoq paxta do'konlari, paxta otquchilar joylashgan edi. Vangning ordisi tarafga mingan seri to'ppa, tumoq, o'tik bozoriga boradi. Ondan yip bozori, yik bozori bo'ladi. Oshliq bozori qutluq ordining qo'mig'i tutishay deb qoladi. Qaymoq bozorida atiganlik sut qaymoq sodasi, bijaq neni sodasi oxirlashgandan keyin o'rik shaptul sodasi kechkicha bo'ladi. Do'qmush-do'qmushda qo'g'illar dövlünüp ketadi. Odamlar borgan seri ko'payib ko'chalarga liq to'ldi. 8-10 yoshlardagi balalar posh-posh chapan yig'lashdi deb yolg'on aytib yo'l topadi. Chaqmoq, qarang'udi yaqmoq, olmaqallar ahmoq deb saranga sotquchi balalar intayin to'li bo'ladi. Qayerga borsa, shu balalarning to'g'ligan ovozlari quloqni yaratdi. Kucha bozorida yana 5 tal yangoq, bir do'ppi jigida tizib o'ltirg'ichi mo'maylar. Ishki yip-yipni oldiga qo'yib, sotaman deb o'ltirgan kambag'al ayollar xeyli jiq edi. Mulla Saydin zerikmasdan bozorning hamma yerini oralab, kuchadagi boylik kambag'allikning suratlarini o'z ko'zi bilan ko'rib chiqdi. Mulla Saydin to'li cho'rgilab horg'inlik his qildi. Go'yo bozordagi chang to'zandan bo'g'ilgandek, demi siqilgandek bo'ldi. Shunga u Ko'kchi mahallasining og'ziga kelib, qaysi tarafga mengishni bilmay orasalda bo'lib turadi. Qig'dong tarafdan bir to'p odam dukurishib keldi. To'pning ichida eshakka ta'tir mindirib, yuziga qora surtilgan 2 odam kelyotadi. Sazoyi qilg'uvchilar o'g'irlik qilganning sazoyi deb to'g'laydi. Mulla Saydin buningga qiziqib agashdi. Ular sazoyi qiling'uvchilarni rastadan o'tkazib, saqsaqqicha elib borgandan keyin orqaga qaytirib ko'rikka kelganda eshakdan tushirib ko'rikdagi to'rikkan qo'liqidan mixlab qo'ydi. Kishilar o'lishib o'g'irlarga la'nat nafrat yog'diradi. Ba'zilar ularning yuzlariga tukirib o'tadi. Buning orqasidan yana bir voqea yuz berdi. Ko'chada ayollar qaytishga boshladi. Yuziga chumbal tortgan ayollar yoki butun bosh qismini o'rab, singar ko'zini ochiq qo'yib, bozor qilayotgan cho'konlar taraf-tarafga qochadi. Buning orqasida yo'lning ikki qosniqida 2-4 nafar jazochi rais daralarni ko'tirish paydo bo'ldi. Bu raislar bozorni e'tisob qilib, ayollarni qo'g'dash uchun qozixonadan chiqqan. Shunga ayollar ularning jazosidan qochgan edi. Mulla Saydin bu karomatlarni ko'rgach, orom elish uchun ko'rikning yuqori tarafidagi soyga tushdi. Bu yerda maddohlar so'rin tuzib, ajoyib notiqligi bilan nurg'un odamni atrofiga yig'ib, har xil jangnoma, ishq muhabbat dostonlari va hikoyalarni so'zlaydi. Bu atrofda yana ravobchilar, o'g'liqni usul o'ynatquchilar bor edi. Har qaysisi o'z mahoratlarini ko'rsatib, xalqni rozi qilgandan keyin oxirida duo qilib pul tilaydi. Mulla Saydin oylanib Siyanching tarafga bordi. Bu yerdagi tomosha yana boshqacha edi. Odamlar to'p-to'p o'ltirishib, to'rt o'shiq otadi. Shishxol va jubtaq o'ynaydi. Sal chetda, ozodrak joylarda oppoq soqol odamlar to'ttin kigiz ustida o'ltirib, beshlang qog'oz o'ynaydi. Bular qimorbozlar to'pi edi. Buningdan boshqa yana bir necha to'p kishi chambarak bo'lib o'ltirishib, chilimda neshi chekishadi. Chiroylari sarg'aygan, ko'zlari xumorlashgan bu bangilar to'limi so'rin ko'rinadi. Ularning uzoyidan kichik bolalar qo'rqib, yeniga borolmaydi. Mulla Saydin hammani bir qur ko'zdan kechirib, bir tavqadan g'ulamni topdi. Hammani utirib, tizini quchoqlab o'ltirgan g'ulam Mulla Saydinni ko'rib o'rnidan turdi va xijolat bo'lgan holda:
Bugün yana yılan müngüzü bak qamarvazga yuluqib, hammani uttirib qo'ydim. Ha? Yılan müngüzden sanımı birini tepib bəsən boptu ekan. Nadi bor ekan? Afrosiyabning shahrida to'la deydi. O shahar nadi ekan? Gap yılan müngüzida emas, qamarning o'zida. Qimar o'ynasang, Ravrus qamarvaz bo'lib, kecha kunduz shuning ko'yida bo'l. Bir yerda uttirsang, ikkinchi maydonda utsan. Sana o'xshash necha oy pul to'plab kelib, ondan o'ynagan bilan bo'lmaydi. Utish navbatin ketib qoladi. Gardaviga cho'kib yurib o'ynamagan qimorni o'ynamagan yaxshi. Meningcha, sana hozir qimordimi qiziq ish bor. Shu ishni qiladigan bo'lsang, ko'ngling echilib qoladi. Bugun ko'rikka ikki gunohkorni qo'liqdan mixlab qo'ydi. Sen bugun shularni qutqizsan. Bo'lamdi. Qandoq bo'lar ko'p kunduzda? Og'illaringdan ikkini top, oshxonada mehmon qil. Ular bilan maslahatni pishirib tayyor bo'l. Ko'rikka kelsang, men shu yerda bor. Saqlimdan so'rab o'yin qilasan. Hamma odamning diqqati bizga jam bo'lganda, gunohkorlar o'z yo'liga ketaverdi. Bildingmi? Molla Zaydin g'ulamdan ayrilib saroyga ketdi. Bir oz aram elib, tavarruk soqolini taqagandan keyin yektikini kiydida ko'rik beshiga bordi. Va abjil bir joyda oldiga dasturxon selib, polchi supitida o'ltirdi. Og'ziga tövendeki so'zlar keldi. Atang bozor, onang bozor, kuchaliqning hammasi mazar. Ko'rinib kelmas balo qazo, qazo g'irizo, menga hammadan yaxshisi g'izo. Molla Zaydin bu so'zni yengilmasdan takrorlaverdi. Kishilar bir qitim anglab qanoat hosil qilmasa, yana bir qitim angladi. Ba'zilar hayron bo'lishib ko'nglida o'ngili so'zlaydigan desa, ba'zilar so'z qopiyasi ma'nisining durustligiga qarab avliyomi nima deyishatdi. Har holda Molla Zaydinning bu so'zi kishilarning yurak tarini chekatdi. Bir odam kelib pol ochqizmoqchi bo'lib dedi. Xonim, eshkim yo'qib ketdi. Pol ichmagan bo'slar. Molla Zaydin istirlabni dasturxonga tashlab, ondan qo'liga elib, chekitlarga qarab ta'bir etdi. Eshakni o'g'ri olmabdi. Og'am bo'lsimi, ko'chada menmabdi. Tevibdan surgi dorisi elib ichi bilan. Vallohu alam besavob. Pol ochqizg'uchi bu ta'birga xafa bo'lib, ichida 100 mingni tilladi. O'chiqi bilan 10 dachallik tiyindan birini tashlab berib ketib qoldi. Bir ayol pol ochqizdi. Polchi istirlabning chekitlariga qarab, "Siliga bu Fatima madad qipti. Erlarning gapiga ha deslar, hargiz o'ranmaydi." Yana bir xaridorga, "Qarab baqsam, xotining bo'lsa o'g'il tuqqidek. Agar bo'lmasa, yengi oladigan xotining o'g'il tug'ib berdi." Polchi bo'vay yarim soatga qolmay 10 necha kishiga pol ichib berib, har qismi so'zlar bilan yo'lga soldi. Tushgan pulni cho'ntakka silib, xaridori yo'q chog'da yuqorqi so'zni takrorlab o'ltirdi. G'ulam kelib pol ochqizdi. Bo'vay uningga, "Umringda bir qitim dadangning soqilini yulg'udaksan. Agar dadangning soqiliga qo'l sanmay desang, boshqa birining soqilini yulsangmi, shart ado bo'ladi. Mening dadam o'lib ketgan. Nadiki yo'q gapni qilib yurasan. Odamni sarang topgan sening soqilingni yulsam shart ado bo'laverdi." dedi G'ulam va polchining soqiliga esildi. Polchi soqilini to'vidan tutib elib, G'ulam qayerga tarsa shu yerga bo'yin sunib, qiziq tomosha chiqarib berdi. Ko'zni yumib ochqicha odamlar o'lashdi. Ko'rikka mixlangan o'g'irlarni beqivatgan payloqchimu bu tomoshaga qarab qolganda, G'ulamning yana bir do'sti kelib, ombur bilan mixni yulib, o'g'irlarni qochirib etdi. "Voy, o'g'ri qochdi!" deb qattiq vorqirdi. Kishilarning diqqati u tarafga qayrildi. Payloqchi oliq-jaloq bo'lib u tarafga qaraganda, qumdek odamlarning orasida o'g'rining soyisimi ko'rinmadi. Xalq qayrilib bu tarafga qaraganda, polchimi ko'rinmadi. Molla Zaydin soqilini G'ulamga berib etib, o'zi ko'rik beshida kishilar bilan birga tomosha ko'rib uzungacha turdi. Ko'chada satrashxona ko'p, lekin odamni ko'p bo'lg'achqa, ba'zida satrashxonaga kirib navbat kutishga to'g'ri keladi.
Molla Zaydin ko'rikning kun chiqish tarafidagi Obla Satrashning do'koniga choch oldirg'ili kirganda, do'konda 3 odam bor ekan. Molla Zaydin 4-chi xaridor bo'lib o'ltirdi. Obla qari hunarga usta, xaridori ko'p kasb edi. Chunki uning qo'li ittik bo'lganning ustiga qo'liqi uzun bo'lg'achqa, xaridorlarni turli xabarlar bilan ta'minlab o'ziga jalb qilib oladi. Obla qari chevar qo'llari bilan choch elib etib so'z boshlavatdi. Xudoya tavba qildim. Buningdan 2 hafta burun Ko'ril tarafdan bir xurjun yambo'siba bir boy sodigar kelib, saqsaqdiki jisalag'i tutilib qopdi. Sodigar chaqallik qilib, bir toshni elib, matog'i yo'gapla, jisag'i berib o'zi ketib qopdi. Bu ishni uydagi yana 2 jisa ko'rib qilib, sodigar nembadi deb so'rasa, ilqi jisaning niyati buzilib, hech nima bamidi deb yoshiribdi. Shuning bilan qiyomatning jingi boshlanibdi. Yamboni talishib, 3 jisa bir-birini urib, pomdaqlashib, rasvoyi olam bo'pti. Og'zi burunlari qon jidallashayotganda, ilqi mato yeshilib ketib, ichidan bir dona tosh chiqibdi. Og'zi burni qon bo'lgan jisalar ong-tong bo'lib, bir-biriga qarishib qopti. Ya Alloh dedim, zabmi yomon sodigarkan. Jisag'i toshni tutqizib, jin yambosini shaharga sog'-salomat kirgizib olgan sodigar, bosh sodigar emas-chimi? Yab to'ymas bojgirlarni rasa boplabdi-da. Shundoq bo'lmaychi. Oldingi ozni kuni ko'rikda bir qiyri palchi o'ltiribdi. Xalqlar o'lishib qoptikan. Menmi berib qarasam, ko'zni yumib bo'lib, otang bozor, onang bozor, kuchaliqning hammasi mozor. Ko'rinib kelmas balo qazo, qazog'i rizo, menga hammadan yaxshisi g'izo deb o'ltiribdi. Yana qanday so'z qiladikin deb quloq solsam, boshqa so'z qilmadi. Tinchsam, gapning tegi bodak tuyuldi. Avliya o'xshaydi deb pal oshquzdim. Eshikimni o'g'ri ep ketdi desam, pal cho'kisini g'ildiriltib tashlab, eshikingni o'g'ri olmabdi. Alg'an bo'lsa-mu ko'chada minmabdi. Tevibdan surgi dorisi ep ichibat deb o'ltirdi. Ochiqim nadin keldi. Shundoq bo'lsa-mu azroq pul berib ketib qoldim. Yana turib ochiqim keldi. Turib ishongim keldi. Kashqurliqi nem bo'lsa mayli deb dori purishdan surgi ilib ichib yetib qoldim. Tongga yaqin qursiqim g'oldirlab ketibdi. Oldirash hojatxonaga chiqsam, eshak shu yerda turdi. Xudoya tavba deb qoldim. Bu qanday karomatdi deb palchini rastdan avliyo ekan. Duosini olay deb shuncha izlasam topolmadim. Surishti qilsam, shu kuni mendan keyin yana bir odam pal oshqizib, palchi buvoy bilan so'qishib qopti-da, uning soqolidan tutib so'rabdi. Nurg'un odam to'plangan chaqda, heliqi to'rikka mixlab qo'yilgan gunohkorlar quliqini yo'li bilib qechib ketibdi. Haq o'g'ri qochdi deb u tarafga bir qarab, ondan bu tarafga qarasa, heliqi palchi g'oyib bo'pti-dak. Shuningdan keyin hech kim ko'mabdi. Xudoya tavba qildim. Jahon deganda har xil karomatlar bo'ladi ekan. Aslida bizning kucha ulug' yer, pat-pat avliyolar paydo bo'lib, karomat ko'rsatib turdi juma. Bozor kunlaridan boshqa kunlari kuchaning ko'chalari ozoda bo'lib qoladi. Obla qarining do'koni joylashgan yerda odam shalangroq edi. Shunga u ko'chada o'ltirishliq tomoqchi Ahad qarining qizi eshik oldidagi supurib tozalangan pokiz yerda qo'shiq aytib top o'ynamoqda edi. Qo'lim ko'ydi papa, putum ko'ydi papa. Topum qashdi nalaga, qandoq qilay jon apa. Topum gapga kirmaydi, qishqarsammu kelmaydi, ya ko'nglimni bilmaydi, qandoq qilay jon apa. Nagili qassang qo'ymayman, men cho'rgilab o'ynayman, o'ynab to'ymayman, qandoq qilay jon apa. Qiz topni o'ynab har bir cho'rgilaganda uning ushoq o'rilgan bo'ston chochlari yelpinib ajoyib ko'rkam siymo ko'rsatdi. Dal shu chaqda Eshon Damulla Binni Quddus Mavlivi bilan uning orqasida yurguvchisi Baxti Rais saqsoq tarafdan kelib qoldi. Bola kelgan kishilardan bexabar o'z o'yinini davom qilaverdi. Hay, so'pi, jahonga nazar tashlab, ha? Ya Allah Damullam, balam bo'ligina, uning bo'ston chochlari nima degan chiroyliq. Bu pari osmondan tushganmidi? Xudovandi kerim,
o'z karomatlari bilan osmondan farizat avatgan bo'lsa, agar bu farizat menga nasib bo'lsa, buni qabul qilmaslik cho'ng gunoh deslar taqsir. Shundoq. Agar o'zlariga nasib bo'lmasa, oldilariga to'g'ri tushmagan bo'ladi. Shuni deslar. Qani amdi tovoqqa elib oldimizga qo'yish ishi o'zlarining himmatlariga bog'liq. Janobi ishonim, o'zlarining xizmatlari uchun jinimiz pida. Agar kiyik bo'lib qochsa, ko'hi qopdi. Qirg'avul bo'lib ushsa, zamondarandan tutib kelguchiligimiz bor bizning. Barakalloh. Amsa himmat kamarlarini bog'lab, duldullarini egarlab, bizning orzuyimiz uchun bugun kashga hech bo'lmaganda tongli kashga tayyorlashlarini topshirsam, qandoq taylokin taqsir. Ajran azima. Janoblarining yo'lida himmat kamarlarimizni ching bog'lab mengib ko'rsak, Xudovandi Kerim oq yo'l ato qilsa hech gap emas. Baxti rais qizga yaqinlab kelib, "Qizim, otalari uyda bormi?" deb so'radi. Notanish odamning ovozini anglagan qiz uyiga qechib kirib ketdi. Baxti rais qaytib kelib, ishonim bilan o'z salopatini buzmasdan rasta bo'ylab ketib qoldi. Ko'chada uchirgan xalq ishonimga egilib salom berdi. Do'konda o'ltirganlar o'rnidan turadi. Satrash Abla qarining do'koni oldidan o'tganda, Abla qari g'udungshib, "Bu odamning rangigami qarag'um kelmaydi. Kishilar uni eshon domullo desa, men bu odamni eshak domullo deyman. Nemishqa undaq deydilar qarim? O'limaning g'aybatini qilsa yomon bo'ladi juma." Boshqa o'limalarning kaynidan gap qilmayman, lekin bu odamning qiliqlariga quyuq chashtirim tik turdi meni. Bo'lmasa, bu odam katta kishining bolasi. Uning otasi Quddus Mavlaviy ko'chada bir odam edi. Bu otasini do'rimabdi. Bu xarada o'qib keldim degini bilan axloqsiz bir eshak. Shunga men uni eshak domullo deyman. Dastlabida ko'cha xalqi bu odamni Mavlaviyning o'g'li deb beshig'i ilib ko'tirguday qildi. Alohida izzat obro'yini qildi. Lekin oradan uzun vaqt o'tmayla supurilgan yerni o'zi mehnat qildi. Yurt jamoat ichida qilchimi inovati qolmadi. Nima qildi desanglar, mana hozir kelib 3-4 yil ichida 30 dak xotin ep bo'ldi. To'qsu shoyar tarafda qanchini oldi. Buni Xudo o'zi biladi. Moshunda qiliqlariga qarab, qilchi hurmat qilg'im kelmaydi. Besh qo'l o'xshash bo'lmagandek, ba'zi mollalar shundoq shahvatparast chiqib qoladi ekan. Bo'libmi, bu odam bakmi savrsiz. Yinida ketayotgan Baxti rais atidan kashkicha dallollik qiladi. Ba'zan nodon odamlar tehi qizimizni duo qildiramiz deb obro'y qilishidi ekan. Uningdan qanchalik obro'y topsin. Qizni erga bergusi kelgan odam haqiqiy obro'y topaman desa, tang tush biriga jiq-jiqim qildirmayla nikohlab qo'ysin. Yoki o'ynama yurgan yetim bolalarga juplab qo'ysin. Ham savob topadi, ham obro'y topadi. Shundoq qilgan odamga butun yurt rahmat aytmasmi? Abla qari so'zligach chabdaslik bilan chassaqol oladi. Navbat Molla Zaydinga kelgan edi. Abla qari uning beshini uvulayotganda Molla Zaydin xiyol surib o'zining kuchaga borgancha cho'nqur cho'kayotganligini his qildi. Dastlabki kunlarda Vojvoj bozordan kuchaning sirtqi qiyofatini ko'rgan bo'lsa, endi cho'nqurlashib shaharni diniy o'limalar qoplab ketganligini tushundi. Bu shaharda Qozi Quzzat, Qozi Kalon, Navlivi, Mubta Alam, Damulla Ishon, Xotib, Rais Oxunum degandek ulug' ismlar to'li edi. Bu ismlarga yarasha to'lisi o'z sifatini saqlaydi. Lekin ba'zilari bu ismlarni suiiste'mol qilib bo'lmag'ir ishlar bilan shug'ullanadi. Bundaq kishilarning qilmishlari xalq olamning ko'zidan hech vaqtda qechib qutulgani yo'q. Diniy zotlarning to'lisi toat ibodat bilan ko'proq shug'ullanib, kishilarga dunyoni do'st tutmaslikni, saxovatlik bo'lishni tavsiya qiladi. Amaliyatda diniy zotlarning har qanday yillarning o'tishi bilan tadrijiy beyib hamma kasblardan o'tib ketadi.
Uzoq zamondan beri bir yurt, bir mahallada yashab kelayotgan xalq ularning oshundoq tadrijiy boy bo'lib ketganligini. Ular garchi boshqalarga pulni do'st tutmaslikni tavsiya qilsa-mu, o'zlari pulni bo'sh tutmaydiganligini tushunadi. Mo'lla o'limalarning aytishicha, ularning rizqi butun yurtga chechilganmish. Obla qariga o'xshash amgakchi xalqning rizqichu. Ular rizqlarini halol ishlab topadi. Ishlagan ishlaydi deydigan bo'lsak, obla satrashning qilgan amgakiga yarasha ustirisi ishki, kaplig'uchi yangi, bilay teshi butun bo'lishi lozim edi. Buni xalq aniq tushunadi. Lekin mo'llalar xalqning tushanchisini mujmallashtirish uchun lavhul mahfuzda peshonasiga shundoq putilgan deydi. Hatto odamning bosh so'ngakini misol keltirib, bosh so'ngak qopqisining birikadigan yeridagi har simon siziqlarni homiyli bo'lgandili putilgan xat deb tushuntiradi. Xalq buningga ishonib o'zlarining halol amgak qilsa-mu, nachar o'tayotgan kuniga shukr qanoat qiladi. Lekin onchi ter to'kmay boy bo'layotganlar shukr qanoat qilmaydi. Ular pul mol qo'yida kechalarimu tuzuk uxlay olmaydi. Eşan damolluğu o'xshashlar pul molni ko'paytib olgandan keyin o'zi bilginini qiladi. Ulardan qolsa kuchani Van G'o'jilar va ularning avlodlari sho'rpisining sho'rpilari qoplab turadi. Bu tabiqa to'laroq mansabga yo'linib ko'klaydi. Cho'ng G'o'jilar hisobsiz boy, kichikraklari o'tirxil turmushda o'ssimu, umuman ularning g'o'jilik dimig'i ustun keladi. Ular kiyim-kechak, dadi muomalada xalqdan o'zini qattiq ajratadi. Bozor jisolari, chazida turdiganlarimi to'laroq g'o'ja avlodlari edi. Ahvol shunchalik bo'lsa-mu, ular o'zlarini g'o'jam deyishadigan bo'lsa, kishilarga ko'tak harvining bo'li g'ijirlagandan musat anglanadi. Bulardan qolsa kuchada savdogarlar tabiqasi keng edi. Mo'lla Saydin savdogarchilikni bir yanchuqda pul, bir yanchuqda yolg'on, mayda yanchuqda qasam bo'lsa bo'laveradi deb tushunadi. Darvaqa, kucha savdogarlari bir qism pulni do'milatib, bir-birini saxta qilib pul topsa, yana bir tarafdan hammasi to'plashib kelib, dehqonlarni, o'sha qo'l hunarvallarni aldab foyda oladi. Boyliq ana shundaq sabablar bilan oz-sonliq kishilarning qo'liga to'planganligi. Ular bu boyliq orqali terisiga sig'may har xil razil ishlarni qiladiganligi. Ular qanchaki paskashlik qilgan seri xalq ularga shunchalik la'nat nafrat yog'dirganligi tufaylidan ijtimoiy hayot shu qadar chegish bo'lib ketadi. Mo'lla Saydinning tushunchasi o'ylagan seri to'liqlanmoqda edi. Endi navbat uning o'zidagi yambu masalasiga kelib taqaldi. Uningdagi yambu kuchadagi bojgirlar orqali shoya bo'ldi. Balkim Ro'zxon bilan G'ulom mo'rti kelgan o'rinlarda so'zlab qo'ygan bo'lishi-mu ehtimol. Har holda kuchaning to'van tabiqadagi savdogarlar bilan soy bo'yidagi aholilar o'tirisida bu gap keng tarqalgan bo'lg'achqa ko'pning ko'zi ko'p degandek bir xurjun yambuning egisiga qora chekilgan edi. Mo'lla Saydin tushgan saroyga pot-potla qiyri ayollar mo'lla qarim bormi deb keladigan bo'ldi. Ular o'nchi marjandek chiroyli so'zlar bilan bir kuni Narannisa xonim, yana bir kuni Sayyidnisa xonimning uyiga chillab keldim desa, ba'zi kunlari palonchi qarimning zabmu chiroyli choshli qizi bor deydi. Ba'zi kunlari suv issa kekirtigidan ko'rinadigan cho'kan bor deb keladi. Buningdan kuchaning ba'zi bulung puchqoqlarida yambusi bor boylarga tegadigan kasbiy xonimlarning borligini tushungan Mo'lla Saydin u qiyri ayollarga muvofiq javob qaytarish jarayonida bekordan bekor xijolat chekayotganligini. Bu o'rinsiz xijolatchilikning xurjundagi tosh yambuning kasofati ekanligini his qilib, yambudan bezor bo'ldi. Yana bir muncha yosh savdogarlar shaytondek qo'yib olgan burutlarini o'ynatib, qo'ng'iroqdek jarangliq so'zlar bilan Mo'lla Saydinni kuchaning dangdar oshxonalarida mehmon qildi. Bog' barovatlarga, yosidoq uylarga taklif qildi.
Buni u butunlay tosh yombuning kasofati deb sovuqqina kulib qo'yatdi. Mulla Zaydin atdiganda soy bo'yida turadi. Yosh qurami 30dan halqagan, chaqang'ini bir odam kelib salom berdi. Assalomu alaykum qarim. Sizlarni izlab qancha navbat kelib topolmay ketib edim. Bugun iroda qilibdi. Meni tonimasliklari mumkin. Mening ismim Shamshqari. Shamshqari desa, kucha shaharda tonimaydigan odam yo'q. Beshikdan to'shikcha hammasi toniydi. Necha vaqtdan o'qishmay sizlarni izlayolmadim. Bu gunoh uchun men nomaqul. Yursizlar oshxonaga bir piyola choy tutay. Shamshqari zo'rmuzur Mulla Zaydinni boshlab, kuchada shu davrda eng mashhur bo'lgan To'qi Jisaning boloxonalik oshxonasiga elib kirdi. Qoida bo'yicha yopqichliq piyolaga choy damlanib, mushtumdek navbat tashlandi. To'limi sat bo'pti. O'zim mushu shaharlik turuqliq, o'zlardek aziz mehmondan xabar ololmaganligimga bakmi xijilman. Oshxonada xaridor ko'p. Al-nag'mi chelinib, naqshi aytilmoqda, usul o'ynalmoqda. Kucha qoidasi bo'yicha oshxonaga keyin kirganlar oldida kirganlarga tonish bo'lsa-la, alohida tuzit qilib, choy yo'tkab qo'yay deb qo'yadi-da, bo'sh o'ringa joylashib o'ltiradi. Orqadan oshxonaga burun kirganlar o'zining chayini ko'tarib kelib, ularga choy tutadi. Keyin bularmu yondirqa qilib choy tutadi. Shamshqari bekmi takallubchi, xushxuy, chaqmoqdek so'zlaydigan, chiroyi seriqqa moyil, ozroq chechak izliq, simburut odam edi. Oshxonadagi butun qoidalarni chaqmoqdek o'rinda bo'lgandan keyin Mulla Zaydinga go'yo qadinas do'stlarcha xushxuy so'zlab, chaqchaq qilib, ikki gapning birida Mulla qari deb izzat ikrom ko'rsatdi. Atdiganlik tomoq o'z reti bilan tartildi. Ochiq chuchuk suyuq osh, 2dan manta, 2dan yutaza, 2dan shekar manta. Xaridorlar atdiganlik nag'ma navo, naqshi usul sadolari ichida huzurlanib tomoq yedi. Shamshqari o'z mehmonini ko'ngilli kutib olgandan keyin pulni to'lab oshxonadan chiqqanda qayta topilib, "Bugun oqshom bizning uyga iltifot qilala." Mulla Zaydin to'satdan paydo bo'lgan bu odamning nima uchun shuncha jon ko'ydirayotganligi, qandoq muddaosi borligi to'g'risida hech nima tushunmaydi. Faqatla ko'ngilchak, mehmondo'st bo'lsa kerak debli taxmin qildi. Bugun oqshomga o'ltirishga berish barmaslik to'g'risida biror aniq javobni bermasdan ayrilib ketdi. Kech namoz degar bo'lganda Shamshqari o'zi izlab kelib, Mulla Zaydinni qip-qizil gilamlar bilan purkalgan mehmonxonaga boshlab bordi. Va uni mig'iniga qo'ymay, baqasam ko'rpa ustiga o'ltirg'izib, dasturxon selib choy keltirdi. Necha vaqtdan sizlarni tunimay, xabarsiz yurganimga qaltis pushaymonim bor desa, esit, bu hoyla o'zimga tava. O necha eg'iz uy bor, qaysida o'ltirman desizlar, ixtiyor o'zlarida, ko'ngil taviqa. Rahmat. Hamrohlarim, boqadigan ot uloqlarim bor. Hozircha saroyda turganim yaxshi. Hargiz qo'rinmisizlar. 4-5 odam bo'lsa-mu, ot uloqlari bilan qo'shib boqquchiligim bor mening. O'ylida eg'ilmi tayyor. Rahmat. Mulla Zaydin Shamshqarining yipakdek yumshoq so'zlaridan to'qilgan to'riga elinib qolg'achqa har qancha qilibmi yo'lqinib chiqib ketalmadi. Bugungi kechki o'ltirishga Zo'rxon Satangni dopandisi bilan qo'shib taklif qilgan edi. Yana 2 mehmon bor edi. Nag'michilar dutlar bilan dopni tankash qilib naqshi aytishga boshladi. Ichkirki uydan yoshqini bir cho'kan chiqib, mehmonlarga choy qo'yib kutgandan tashqari usulmu o'ynaydi. Usulchining beshidan patnus bilan pul o'rildi. Nag'mikashlarning oldiga pul dövlandi. Cho'kanning do'ppisig'imu pul qistirildi. Nag'mikashlar orilab o'ltirishga payiz qo'shib, yo palak tegi daryo bog'i shamol o'ynab turar sohib jamol deb tovlab qo'yatdi. O'ltirish bir palla qizigandan keyin Shamshqari ozroq beshlang tartib ish-pushqi qilmaylamu deb o'tiriga qog'oz tashladi. Eliqi 2 mehmon bilan Shamshqari qog'ozni cho'ridab o'ltirib, bir odam kemiyib qoldi deyishib, Mulla Qarimni taklif qildi.
Molla Zaydin qog'oz o'ynashni bilmayman deb zinhor unimadi. Shamshi qori o'shiq chiqardi. Uni hamrat qildi. Bu sababdan bu o'ltirish payzisiz o'ltirish hisoblandi. Oxirgi tomoqdan keyin mehmonlar tarqashdi. Shamshi qori Molla qoriyni qo'nishga jiq zo'rladi va Heliqi cho'kan ko'zlariga issiq ko'rinmadimi? Agar yarig'im bo'lsa, imom tayya, qishqartib nikoh o'qisaqli bo'ladi. Uymi tayya? Molla Zaydin usti-ustiga rahmat aytib uzab chiqdi. Shamshi qori buning bilan to'xtab qolgani yo'q. Molla qorining Saybog', Chinibog' taraflardagi barovatlarga chillab mehmon qildi, hurmat ko'rsatdi. Bir kuni Shamshi qori bosh ko'zi silingan, xafa holda kelib, Molla qorining balvig'idan tutib, "Adash, bugun menga bir xopiliq keldi. Qanday qilishimni bilmay yonlariga keldim. Ko'nglimiz yaqin bo'lg'ashqa, yo'q demaydi deb ishinib turibman. Menga hozir zarur bo'lib qoldi. 2-3 kunlik 2 dona yombu o'tni qilinglar. Xo'tan qiyo yo'lida melim kelyotdi. Kelsa, o'rniga chiroyli sep qo'yay. Yombu bo'lsa, sizlardan aylansin. Rahmat. Xopiliqdan qutulib ketsamli bo'ldi-ku. Sizlarning qilganlarini hargiz unutmaydim. Elg'o 2 yombu ekan. 10 bo'lsa-mu aymayman. Biroq menda yombu yo'q. Odamni ahmoq qilmaslar. Nima deganlari u? Mendan yushirib nima qilatdilar? Sizlarning kuchog'i liq bir xurjun yombu bilan kelganliklarini allaqachon bilib bo'lgan. Bugun og'indarchilik yuzidan 2 dona yombu so'rsam, yo'q deslar to'g'ri bo'lamdi. Jinim birodar, menda yombu yo'q. Bir xurjun tosh bor, bir xurjun tosh. Ha? Tosh deganlari nimasi? Hech nimani tushunmadim. Xurjunda bani dedim. Ha? Rasma? Bermaydilar shundaqmi? Toshni sili olmaydilar-da. Menga nava mas paynak, lodada gap qildigansan. Og'indarchilikqa yaramdikin debdiman. Turpandan sendek mas chiqmaydi juma. Birdilla 90 gradus o'zgargan Shamshi qori qiydab ketib qoldi. Turpandan-chi menga o'xshash jim odam chiqdi. Shamshi qorining qattiq xafa bo'lib ketib qolganligidan Molla Zaydin ancha ranjimadi. Faqatla xurjundagi tosh yombuga ochiqqa keldida, uni qanday qilish to'g'risida o'ylanib saroy tarafga ketdi. Ahad qori o'z hovlisida tomoq tikish va ko'rpaga pardoz berish ishlari bilan shug'ullanayotganning ustiga Baxti rais kirib keldi. Assalomu alaykum qorim. Uyda bakalla. Kasila. Yuqori o'sila rais oxunom. Ahad qori qo'lidagi ishni tashlab, Baxti raisni izzat ekran bilan yuqori o'ltirg'izib ahvol so'radi. Baxti rais Fotiha qilgandan keyin omonlik so'radi. Canmı egizden çıkıdı, gapmi egizden. Yana bir dabbaqina qini. Yeni deysem yeni şu. Bola kichik, bo'lmaydi. Ya, undaq demanglar. Sat bo'ladi. Damillamni ayayli. Elimi ayab, mushu kunga keldik. Beshimizda ko'tirdik desakmi bo'ladi. Ahad qorimning sulbiya qizi Ro'zixonni Eshon Damulla bin Quddus Mavlaviga 2 dunyolik halol xotinlikqa berdi.